Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 10 ayning 23 kuni juma. Bugun sizlarga nazarcha uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqdim. Bu haftadagi eng chong xabar tunugun Donald Trump bilan Biden'niki 3-chi qitimliq munozarasi bo'ldi. Ehtimol bir qisminglar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu qitimki munozara oldingi birinchi qitimliq munozarasi ishto'g'an chog'da nayt yaxshi bo'ldi. Birinchi qitimliq munozarada bir-birisining gapini buzib o'tib, aralashib olib degandek ishlar ko'p bo'lgan. Bo'libmi Donald Trump ko'proq qilgan bu ishni. Amerikadagi ayollarniki imkosi yaxshi bo'lmoqda ekan bu ishga nisbatan. Bugungi munozarada endi o'tgan qaragancha jiq ilgirlash bor. Men to'liq ko'rdim. Bir qism analizlarni anladım ondan keyin bu qatim kishilar Donald Trump mutlaq oldi utdi munozarada degan ashta bir yakun bor. Amerikada CNN degan bir cho'ng media shirkati bor. Bular bir rays nashr berib ekan tunugun. Bu CNN Donald Trumpga intayin qarshi, Donald Trumpga o'sh, bütün kuch bilan Donald Trumpni tushirishga tirishadigan bir shirkat. Ularniki raisning ichida Donald Trump 39%, Biden 61% başlarak kutlu deb chiqib ekan. Lekin qolgan nurg'un raisnashlarniki hammasini tekshirgan vaqtida ahvol butunlay boshqacha. Donald Trump kutlu degan son 60%dan 90%dan ko'p kichilik. Biden'ni kutlu deganlar 5% bilan 20% oralig'ida. Qolgan ko'p degan raisnashlar natijasi. Ashta bu başqa tunugunki munozarada Donald Trump mutlaq utdi degan mustaqbir yakun bor umumyuzlik. Endi men shu saylovga oid uchurlarga bek diqqat qilaman. Menimcha Donald Trump mutlaq utdi bu qatim. Bir qism qarindoshlar biroz ansirab menga ayrim uchur yo'llab mushto'g'riq tushuncha berib qo'ysangiz deb ekan. Men ularga ayrim tushuncha berib qo'ydim. Mening shaxsiy o'zimniki his qilishcha Donald Trump mutlaq utdi. Buningda bu asossiz gap emas. Buningda bir qism asoslar bor. Men hammasini xulosalaymanki deb o'ylagan. Lekin uningga sizlarga yetkazishga bek ko'p vaqt ketadi ekan. Shunda qilmadim. Lekin Donald Trump prezident bo'lgandan keyin Amerikada qanday o'zgarishlarni yasadi, buni hammamiz bilamiz. Donald Trump bir savdogar korxonachi. Ashta boshqa burungi siyosatchilardan chiqqan prezident bilan qat'iy o'xshamaydigan bir holatda Amerikaning ishini yuksak darajada ilgirlatdi. Agar Xitoyniki virusi bo'lmagan bo'lsa, Amerika yana qaytadan dunyo bo'yicha bir kuchli atlab qad ko'taradi. Elimmo ashta bo'ladi deb o'ylayman. Endi buning ichida shu nima uchun Donald Trump tutdi degan narsaning ichida men bir necha misallarni deb qo'yay. Ba'zi kishilar maxsus tadqiqot yapgan bu vaqtda masalanga agar bir odam prezident bo'lib o'ziniki dastlabki 4 yilda Amerikaniki paychak bozori umumyuzlik o'ssa, bu odam ikkinchi qatimda mutlaq saylandi. Bu shu tarixdagi Amerikadagi bütün saylovlarga qarab chiqib yakunlab chiqqan bir yakun. Donald Trump prezident bo'lganda Amerikaniki paychaki intayin o'sdi. Pek o'sib ketdi. Bu yerda ikki xil bozor bor. Birisi her kuni yapılayotgan bozor, yana birisi biz Amerikada pensiya chiqqanda xarjlaydigan pulimizni qo'ydigan bir yer bor. U pullar bitta shu paychaklarga qo'yiladi. Uni 401k plan deydi. Uni aşağıdaki pullarni intayin ko'p o'sdi Amerikada. Mush Donald Trump prezident bo'lganda amaliyotda agar Xitoyning virusi bo'lmagan bo'lsa, Amerikadagi ishsizlarning nisbati nolga tushib qoladi degandi. Nayt iqtisod taraqqigan virusning ishi bilan hozir 10 milliondak odam ishsiz qolib qoldi. Mening bilishimcha. Ishqilib bu bir ko'rsatkich. Ondan keyin yana bir ko'rsatkich hozirgi vaziyatlarga munosabati bor. Agar bir prezident birinchi qatimliq to'tilishida prezident bo'layotgan vaqtida bir keng ko'lamli yuqumli kasal tarqalib, bu kasallarniki ishlarini tarqalgan bo'lsa, ikkinchi qatim bu odam cho'qim saylangan. Bunday ahvollarni yakunlab chiqibdi kishilar. Xabarimizda Xitoy virusi tarqaldi. Hozir 220 mingdak Amerikaliklarni o'ldirib bo'ldi bu.
Ama tədbirlər yaxşı. Yılın axırıçılık vaksina çıxıdı devatıdı Amerikada. Xudayım bursa bu işler çıxıb bitiyordu. Şuna bunu bir yaxşı Trump için paylık bir körsətküçdə qaratıdı kişiler. Anadaki haberden degende Donald Trump bir haqiqiy iş qiluvchi, Biden bo'lsa bir o'lchamlik siyosatchi. Biden şu Amerikan hükümetida o'qitli 37 yil bo'libdi, ammo ko'zi ko'rinarli natijasi desa ishim yo'q ki. Ashta bu boshqa tunugimi munozara jarayonida Donald Trump uni obdan tutdi. Obdan bu narsalarni aytdi, yaxshi gavlandirdi. Ondaki bir degan gapi aytdi, pezish deb o'ylayman men. O da eğer sen Obama 8 yıl prezident bulup Amerika'nın açtık bir peslat ek koymagan olsam ben saylamı katnaşmaydım. Senin derdinden ben katnaştım. Hazır mısın derdinden yine maçtan kavadım ben de. Açtık dedi bu adam. Bu yapına ait pezik elde oldum ben. Ananıkin yeni bir ahval hazırlık nurulgan resmen ştabı Amerika'da. Küpünç vakitte Biden'daki yukarı çıkıyordu sahne. Biden'ın sayılarımız diğerlerinden sani köprek çıkıyordu. Lakin bunda bir ahval var bunu İslam'da tutsanlı buldu. Bu Trump'ni kollaydıgan kişiler rəsnaşqa açıq qatnaşmaydı, yaxşı görməydi. Nimişqə deyəndə bu Trump'a qarşı turduğan guruhların içində Antifa degan oxşaş Trump teröristçi deyə ayırğan təşkilatlar var. Eğer siz özünüzdeki Donald Trump'ın kolaylıqlarını aşkarlap koysanız, mesela bunun televizorga yoki bir yerga chiqib qolsangiz, başlarındaki ziyankeşlik uçuruşunuz mümkün. Bu bir sebep endi. Başka umumiysiz ketgan chog'da Donald Trump'ni qo'llaydigan odamlar ichida aqtarliklar ko'proq, masalan dindor Amerika O'rta Shtatidagi aqtarliklar ko'proq bular raislanishga qatnashishni xohlamaydi. Ashta bu boshqa gerçi hozir Biden oldiroq ketayotgandek qilgan bilan saylam bo'lganda cho'qim Donald Trump'niki mutlaq ko'p sonda o'tib ketadi degan yakun ko'p farazlar ko'p hozir. Hillary'nin vaqtida mashtaq bo'lgan. Hillary'nin vaqtidami hammadan Hillary o'tdi, Donald Trump'da qat'iy umid yo'q degan, keyin natija butunlay boshqa bo'lib chiqdi. Amaliyotda hozir Trump bilan Biden'niki o'rtasidagi farq ayni vaqtdagi Trump bilan Hillary'niki qaragan chog'da da kichikroq dahi. O'sha bu boshqa Biden cho'qim o'tib ketadi degan ko'z qarashni aytib kuchlik. Shaxsan menmi shunday deb qarayman. Endi bu qatim Donald Trump'dan saylanish intayin muhim. Hozir endi yaqinda yana bir qism voqealar chiqdi. Men o'tgan hozir dedim buni. Bir kompyuterniki Biden'ning o'g'liniki kompyuteriniki bayqilishi bilan nurg'un uchurlar, nurg'un maxfiyatlar oshkorlanib ketdi. Bu iş hazırımı davam etdi. Hazır bu hatta kengayib Biden'ga muavin reis bo'lmoqchi bo'lgan Kamala Harris mu ayni vaqtdagi Xitoylar bilan hamkorlashishlarni tizimlanishidagi bu ayol. Hozir u vajatlarni pash oldi mana shu kun ichida. Ashta pash oldi, ajoyib vahshiy ishlar bor buning ichida. Biden'niki o'g'liniki ishlari ichida mu iqtisodiy ahvolni biz hammamiz angladik. Rossiya, Ukraina va Xitoy mashlardan pul olgan. O nima meniki huquqimcha Biden'niki o'g'li askarlik qatnashib qo'llandı qilingandak bir ahvol bor ekan. Bu chekimlik, chekimlik o'yin talab degandek. Aniki buniki qandaqdir bir davomatda o'qib unvon olgan ishlarim yo'q-ku. Ashunday turib, mush Ukrainaga va Xitoydagi shirkatlarga maslahatchi bo'lib, nurg'un pulni qo'l tushirgan ekan. Masalan, Ukrainadagi bir shirkatning olgan maoshi aylık maaşı $50.000 maaş algan bu. Gerçi onunki gaz, neftçi, hiç qandaq kasb iqtidarı bo'lmasimi, faqat dadasi prezident bo'lganchilar pul topgan. Xitoyli bo'g'ashtirmak eg'ir. Bu Xitoyli bo'g'ashtirgan ichida hozir qo'lga tushgan videolarda 14 yoshli Xitoyning qizlari bilan munosabat o'tkazgan videolar bor ekan. Undan kichik qizlar bilan bir qism ishlanib qolgan videolar bor ekan. Bu narsalar Amerika'da cinayetke, ağır cinayet. Menimki parazimcha bir yerde biz dikkat qiladigan bir narsa, bu Biden'niki o'g'li Hunter ayni vaqtda Biden muavin prezident vaqtida Biden'niki arqonda o'tirib Xitoyga borgan savdo ishi bilan. Bu videoni amaliyotda Xitoylik tarqar video bu. Mening parazimcha. Sizlarni biladi deb o'ylayman. Xitoyniki intayin tarixiy bir taktikasi bor. Bir odamni o'rishniki. Bu nima desa, mehmonxonada bo'lgan ishlarni
maxfiy videoga evilib, keyin bu odamdan foydalanishga ishlatdi buni. Shunga Hunter'mu, Biden'ın oğlu Hunter Xitayga borgan vaqtida amaliyotda bu ishlarni Xitoylar o'zlari urlashtirib, 14 yoshli qizlarni akirib qo'yib, yotoqqa u yotoqqa burun videolarni o'rnatib, kameralarni videoga evilib, oxirida quliga birini tutqizib qo'yib, bundan keyin agar bundan keyin bizga ishlaysa, agar ishlamasa ma'nosini oshkorlab o'tamiz deb, shu orqali xalqni kontrol qilib oladi bular. Tarixda bor narsa, buni Xitoylarning hammasi biladi. Bu vaqtda işte ahvolga uchragan mana shu g'arbliklarning ichida kitob yozganlar bor. Shuni pash qilib o'tganda nima Harvard universitetida ximiya fakultetiniki mudiri qo'lga olindi. 50 yoshli odam. U Xitoyga ishlagan, Xitoydan yuqori maosh olib berilsa, uning qo'lasi ishlaydigan bir qiz Xitoydan bo'lgan qiz amaliyotda Xitoy armiyasidan kelgan. Bular işte qizni tiqib berib, odamlarni qo'lga tushirish bu bir taktikasi var. Endi diqqat qilsanglar, shu Xitoy bilan ozroq munosabat qilgan yoki Xitoyga berib kelgan bir qism odamlar dahshat o'zgarib ketadi. Buning ichida Uyg'urlarmi bor. Turkiyada ba'zi Uyg'urlar bor. Xitoyniki hukumatlarga qatnashib Xitoyga berib kelgan. Shular bir qatim berib kelgandan keyin Xitoyga jon-jahd bilan ishlaydi. Amaliyotda o'shaning hammasining oqisida obyektivdan men degandek ilmiy kirlikdan kelib chiqqan ahvol bor. Mehmonxona yotgan chog'da qizlarni akirib berib, uni videoga evilib, bundan keyin biz uchun ishlaysan, agar ishlamayotgan bo'lsang, sizning ma'nosini pash qo'yamiz degan. Bu ahvol bek og'ir. Hozir endi bu Biden'niki o'g'li bilan bo'pti bu ish. Boshqa timliq saylovning keyin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shu Biden'ning oilasi, lekin boshqa demokratchilar partiyaniki bir qism boshqalari, Obama, Hillary'dan tortib jiq adam bu ishlarga chetish qilib, keyin pash bo'lganda qiladi. Shunga Amerikada bu bir necha yil xil cho'ng ishlar yuz berishi mumkin bu sohada. Hozirgi ahvol shu qarab ketyapti. Tunugunki ben buralardagi leksiyasida bir gapni anladim. Masalan, Xitoylar Amerikada University of Pennsylvania degan bir oliy maktab bor. Bu oliy maktab ilk boshqarish jihatida dunyo bo'yicha birinchi. Harvard'ın üstünde turdu, iyilik başvurusu jihatda. Xitoylar bularga $70 milyon pul veribdi. Pulni berib, nurg'un odamlarni shu maktabga tiqib o'qitdi bular. Ashta qilgan. Shu puldimi necha $100 milyon pul Biden'ning yanchiga ketibdi. To'yin bir leksiyada mushkilni anladim. Bundan keyin chulib chiqadigan işte ahvollar xili ko'p bo'ladi deb o'ylayapman men. Hozir umumyuzlik bir qarash. Eğer Biden olsa Xitoy utudu, Amerika'da ayeti bir takımlık Amerika'da çekiniş yüz biridu da qaralatıdı. Eğer Trump olsa Amerika utudu, Xitoy kompartiyasi gumram oldu. Dediğin köz qaraş intayin güçlü hazır. Xudayım bir saç bu olsa Trump utup çıkıp Xitoy kompartiyasi ölüp düşse, Uyg'urlarning erkinlik erişimi çok mümkünçiligi erişidendi. Yaqında bir video ko'rdim men. Amerikadagi qartalliklar Trumpni qo'llab namoyish qildiribdi. We want Trump. We want Trump and drain the swamp. Drain the swamp degani meni tushunishimcha prezidentni almashtirman degan ishni yo'q qo'ytinglar degan rahab ma'nosida deb tushundim men. Chiqilib we want Trump dedi biz Trumpni qo'llaymiz deb qartalliklar nimaga namoyishga chiqibdi. Ondan keyin yaqinda shu bir qism cho'lponlar Hollywoodniki osonlik millatdan bo'lgan cho'lponlar burun Donald Trumpga intayin o'ch, lekin hozir endi orqadan Trumpni qo'llab Trumpni saylanlar deb chaqiriq qilib o'tirishib bu bir yaxshi ahvollar. Endi tunugunki munozirada bo'lgan bir muhim gap bor. Buni Biden dedi. Biden deydi, Xitoy dünya iqtisodiniki 20%ga vakillik qiladi. Şunu biz ularla obda etmesek olmaydı degan gapni devatdi. Buningdanmi biz agar Biden chiqib qolsa, Amerikaniki Xitoy qaratgan siyosatiniki qanday bo'lganligini ko'rib olamiz. Bu odamning chiqishi mayli Amerika uchun bo'lsin, mayli Uyg'urlar uchun bo'lsin, mayli dunyo uchun bo'lsin, intayin xatarlik deb o'ylayman. To'rtinchi xabar, bir cho'ng xo'sh xabar. Kanadada
Kanada parlamentinin Kanada parlamentinin içindeki daimi komitetinin xalqaro işlarga ve xalqaro işlar ve xalqaroliq chet el işleri ve xalqaroliq taraqqiyot ishlariga mas'ul bir şöbe komiteti Xitoyniki Uyg'urlarga yurgizgan siyosatini irqiy qirg'inchilik degan bir qarorni oldi. Bunun da Kanada'daki qarindoshlar, dostumuz Mehmet To'xti boshchiligidagi Uyg'ur qarindoshlarniki ko'rsatgan tirishchanligi intayin zo'r. Necha yil tirishib yurib, bu ishni o'ytiq chiqadi. Bu tunji qitim chet elniki hukumatlarga tava bir o'rinniki Xitoylarning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik, genosid deb baholag'anligi bo'lib hisoblandi. Şuna bu bir çoğun xabar, çoğun hoş xabar biz için. Şuna bunun için hemimiz hoş olmamız. Şimdi şunun bilan birga mening endi deb qo'yganım burun har qatim Uyg'urlar to'g'ri qonun chiqqan vaqtida men eskartib keldim men sizlarga. Mushtaq bir ishniki bo'lish bilan Uyg'urlarning shirkatlar hal bo'lib ketadi deb o'ylab qolmanglar. Bu undaq ish emas. Avaytaman degandek bu chet el hukumatlarining ichidagi bir tunji bir Uyg'urlar yo'liqqan zulmni irqiy qirg'inchilik deb atalishi bo'lib hisoblandi. Lekin bu Kanada parlamentinin içindeki bir daimi komitetin içindeki bir tarmak komitetindeki kararı mı o? Bu da Kanada hükümetinin kararı derecesinde bağımlıdır. Hani dünyadaki başka ellerde de bunu aşağı bulmadı. Amerika mı yakında bulmuş doğruluk bir karar almamız degen Pompeo o kararda oturup çıkıp bulamadı. Şuna miniki izil göz karşım Xitay'a birliğen bağa, Xitay'ını eyüplaş ve Xitay üstünde ilan kılınan bayanat. Bu nesile Xitoyniki hozir Uyg'urlar ustidan qilayotgan yurgizayotgan siyosatni to'sib qololmaydi. Bundaq baholash, aytlash va bayonotlar ko'p chiqdi hozir qadar. Ashtaq bo'lib tursinmi Xitoylar yaqinda Xinjiang yig'inida bir yig'in ichib Xitoy hukumatiniki bizning vatanda yurgizayotgan siyosatni to'g'ri, buni o'zimizda davomlashtiramiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Xalqaro bizlarga biz parvo qilmaymiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Şuna bu narsa hammamizning qalbisidan aydın bo'lishi kerak. Qilayotgan ishimizni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Amaliyotda biz hozir hamma odam o'zida bor narsalarning hammasini o'tirib tashlaydigan bir vaqt keldi. Ashta qilmasak vatandagi og'ir vaziyatda hech qanday o'zgarish yo'q. Mayli bu to'xtatilmaydi. Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm bo'libmi, Uyg'urlarning yo'qolishi yine tez surette damlaşmatıdır. Surette tizilişmatıdır. Şu bu nesnemizin kalısı da intihar enak olmuş gerek. Ben bugün mağlubiyetten burun bir çetel hükümetinin bir halkka qaratgan siyasetini qirg'inchilik atsa, onun qanday oqibat kelib chiqadi degan narsa to'g'riliq izlanib sizlarga bir daydab izlasam topolmadim hozircha. Bu to'g'riliq men ikkinchidan izlanib agar Xitoy hukumatini şu Amerika, Kanada, Angliya ve aşağı bir kısım devletler Xitoy hukumatının ki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik desa, deb aşağı bir hukm chiqarsa, bundan qanday bir oqibat kelib chiqadi. Bu narsani aydınlaştırishimiz kerak. Shu chog'da andiki buniki qanchalik foydasi bo'ldi degan narsani bilalaymiz. Şu an bu to'g'ri men izlayman. Boshqa qarindoshlar bu vaqtda kuchli bor qarindoshlar bunu menga yetkazib qo'yarsanlar. Beşinci haber, yakında bir makale çıktı. Bu makale bana intayin bir yenilik olup tuyuldu. Bu makalede deydi. Eğer şu garip elleri, Amerika garip elleri internet hücumiyeden paydalansa, Xitoy'daki Uyg'urlar qaratgan hozirgi yo'qotish siyosatini to'sib mumkin deydi. Cyber attackni ishlatib turib, Xitoyga aralashsa qilib mumkin deydi. Buni asosiy o'tirib qo'ygani Xitoyniki hozir Uyg'urlarni kuzatadigan nurg'un kameralar bor. Ko'chalarda bor, turmada bor, lagerda bor, uylarda bor hammasi. Shu internet hujumi orqali shu
kameralar yig'ayotgan uchurni qo'lga tushirsa xalqaro shu orqali Xitoy hokimiyatniki jinoyatlari haqida intayin ko'p isbot to'pligi bo'ldi deb shu deydi maqola. Men buni bak yaxshi ko'rdim. Amaliyotda bu Xitoyga bormay turib qildi ashandi. Boshqa bu bir yangilik. Burun bundan narsa o'tirib chiqib boqmagan. Buni cho'qim shunday qilamiz degan gap emas bu. Bu birlarniki o'tirib qolgan ko'z qarshi maqola olib chiqibdi. Maqola olib chiqibdi. Şun bularni sizlarga deb qo'ygim keldi. Men bu maqolani tarqatdim Torbetda, Twitterda qo'llab. Bu haqiqatan hozirgi vaziyatda eng tez unum beradigan bir chora edi. Yana bir cho'ng xabar Pompeo yaqinda AQQdan bir qism siyosatlarni o'tirib qo'ydi Amerikaga qarata. Shu Amerikadagi think tank aql ambarlari, oliy maktablar bundan keyin Xitoy to'g'riliq tadqiqot dokladlarini o'tirib qo'ysa, shu dokladniki vujudga kelishiga kim pul chiqadi, ashuni e'lon qilish kerakdir. Bu nima shunday deydi desanglar, Xitoy Amerikadagi bir qism amaliyotda hammasidagidek shu aql ambarlariga, cho'ng aql ambarlariga pul berib, tadqiqot olib borg'izib, undan keyin o'zining gapini deydigan qizib buni e'lon qilib shu orqali dunyoga xato ushur taqdiyotidir. Buniki bir misoli Amerikadagi mening bilishimcha Harvard Universitetiga pul berib bir tadqiqot olib bergan Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in qilishini qanchalik qo'llaydi degan narsa to'g'riliq. U 93% chiqibdi. Chiqibdiki, mana bir tadqiqot e'lon qilib Harvard Universiteti. Aşağıdan Xitoy shuni tutib ko'rdingmi, bizning qo'rqishimizning qancha esligini, dunyoda qaysi bir davlatniki xalqlarniki o'zi hokimiyatiniki qilayotganini qo'llash darajasi 93% berib qilibdi. Deb mana bana qilib bir qism narsani o'tirib safsatadan taqatgan bo'ladi. Amaliyotda bu tadqiqotga Xitoy pul bergan. Harvard Universiteti yoki Hudson institutining ikkisiniki birisi men hozir aniq esimda qolmabdi. Buni Xitoy pul bergan. Xitoy pul berib, munda deysan desa, bular shu birinchi deb bu gapni o'sha bir tadqiqotlarni qilib, mana bir ahvol bo'lgan. Hozir endi buni o'zgartiradigan. Mana narsa o'tirib chiqsa, shu tadqiqotda buniki pulning kim berganligini cho'qim yozish kerak degan narsani o'tirib chiqadi Pompeo. O'tganda Amerikadagi shu Kunzi institutining hammasini bu yilning oxirigacha butlay taqib etishini o'tirib qo'ygan mushtiyatik ishlar hozir taraqqiyotida. 7. cho'ng xabar Amerikadagi Cumhuriyetçi partiya a'zolari yaqinda shu Amerika hukumatiga bir norozilik sundi. Bu nima desa, shu yaqinda Twitter shu Washington Post gazetiniki Bidenning o'g'li Hunter haqidagi uchurlarni e'lon qilgan vaqtida Twitter buni butunlay chekib etib, faqat Twitter taqishga yo'l qo'ymadi. Aştaq bir ig'ir ahvol bo'ldi. Bu tarixda bo'lib boqmagan ahvol. Ayni vaqtda Trump haqida nurg'un xato yolg'on uchurlar taqalgan joyda hech kim to'smagan buni. Lekin bu qatam Twitter, Facebook hammasi to'sgan. Shunga hozir Twitterning ustidan az qilgan ishlar bo'lyapti. Twitterning ichida bir cho'ng boshliq bor, texnik mas'ul deyman. Bir cho'ng boshliq Xitoy uniki. Xitoyning adam bor bu yerda. Buni bilan bu narsalik bo'lishi mumkin. Ben tünürgen anlagan yan bir haber bir teşhir baktım bu vakti İngilizce gezip maqala çıktı. Facebook mu çekildi bu kadın. Maş Hunter'ın ki cinayi işleri doğrusundaki haberlerin hemen çekildi. Yakında yine şu New York Post'niki gazetesindeki çıkan bir makalası da nimede Facebook'ta şu Facebook çıkargan mazmunlarni küzütüp çeklaydigan bir bölümde işlaydigan 12'den bakan censorship deydi. 12'den bakan bunun 6'sı Xitoyken 6'sı Xitoy, ikisi de Xitoyning pasporti bilan ishlayapti. Amerikan grajdani yoki Amerika aholisi kirgan emas, Xitoyning pasporti bilan ishlayapti. Ko'pinchisi H1 viza deb Amerikada emgakchilar vizasi bor. Texnik qadamlarni chetdan kirib ishlatadigan viza. Ashaq viza bilan ishlab qilayotganlar ekan.
Bunun içindeki birisi hatta Huawei'den gelgen. İşte adamlar bakarken bu makale taktiğine çıktı. İhtimal bu cihetlerde yine bir kısım haberler ortaya çıkış mümkün. 10. çoğun haber Xitoydagi bir qism ziyoli amaldarlar birlashib Tsinghua universitetidagi ismini Xi Jinping universitetiga o'zgartirish kerak deb tashabbuslarni o'tirib chiqaribdi. Shuning bilan hozir necha analizchilar, Xitoy analizchilar bunday bo'lgan bo'lsa, Jungo degan ismini Xi davlati deb atanglar. Kompartiyaning ismini Xi partiyasi deb atanglar. Ashtaqa qilsanglar, Xi'niki o'rni eng yaxshi tiklangan bo'ldi degan narsani o'tirib qo'yibdi. Bunun bir ajoyib bu xushamatchilarniki xushamatchiligi hozir mushundaq darajaga yetibdi. Ularniki o'tirib qo'ygan tashabbusnomasida Xi Jinpingizm degan iborani ishlatish kerak degan narsam borki. Mushundaq bir rasvo ishlar o'tirib chiqyapti. 11. xabar Donald Trumpniki bir iqtisodiy maslahatchisi bor. Peter Navarro. Peter Navarro degan amaliyotda shu aslida shu biz turayotgan University of Irvine deb bir oliy maktab bor. University of California Irvine degan. Shuni professor bu adam. Bu adamniki bir yozgan kitobi bor. Shu Kilinchakda bulg'ashlar to'g'riliq parazdan o'tirib qo'ygan kitobi. Men bu kitobni o'qigan. U kitobda Uyg'urlar to'g'riliq mazmun bor. Ben şunu ko'rgandan keyin bu adam xat yozgan, bu adam ayni vaqtda maktabniki iqtisod professoridir. Xat yozib bir ko'rsak, men Uyg'ur, samash kitobini o'qidim, kitobini sadab o'qidim, Uyg'ur to'g'ri to'xtalibsan. Ba'zi nuqtalar to'g'ri meniki o'zimning sana bir qism tushuncha bergan bor, bir ko'rsak deb. Xat yozsam, menga men hozir bak oldirasam deb ko'rshamayman deb shuna degan. Bu adam Trump chiqqandan keyin Trumpga hozir iqtisodiy maslahatchi bo'ldi adam. Shu professor. Bu adam ayeti Xitoyga qarshi pat-patga qilib turdi. Yaqinda degan bir gapi Amerika Xitoyga 80 trilyon dollar to'latish kerak deb. 80 trilyon dollar pul to'latish kerak. Amerikaga bo'lgan ziyon shunchalik degan bir narsa o'tirib qo'ydi. Bu ehtimol Xitoyniki chiqan tomirga biroz tegdi. Bu nayt jiq pul. Xitoylarniki meniki bilishimcha Xitoyniki Amerikaga bergan qarzi 2 trilyon dollardek pul. Menimcha ular bu pulni hargiz ololmaydi bundan keyin. Lekin madanning degani biz Xitoyga 80 trilyon pulni to'latishimiz kerak deydi. Faqat Amerika uchunmi yoki dunyo uchunmi u toza uqamadim men bilgan tekshirib vaqtiki ingliz mazmunini topamadim. Ma gap Xitoylar o'tirib chiqadi. Lekin 80 trilyon degan. Endi hozir Xitoy mush narsaga chidamay bular hozir nimaga Tayvan bilan urush qilishga kuch chiqyapti. Masalan, necha kunning oldida Tayvanlik diplomatlar Fiji degan bir davlat var. Shu Avstraliyaga mansanglar, Amerikadan Avstraliyaga mansang o'tirdi bir aralda aral davlat, Avstraliyaga yaqinroq yerda bir aral. Shu davlatda Tayvanlik diplomatlar bir palat o'tkazib ekan. Bu yerga Xitoyniki diplomatlar kelib, jidal chiqarib, Tayvanlik diplomatlarni urib yaralandirib qo'yibdi. Boshqa bir voqea bo'lib ketdi, bu nayt ko'p tarqaldi dunyoga. Mushlar nima uchun qilyapti desanglar, bir shu Tayvanni tatlab yurib bir urush qilishga bahona izlayapti bular. Ma ishmi shuniki bir tayyorlik deb o'ylayman men. Xi Jinping necha kun oldida borgan bir yerida Xitoy armiyasini urush tayyorlashga chaqirdi. Bular hozir bir shu Fujian masalanga aşağıdaki Xitoy armiyasi hozir bir urush holatiga kirib tayyorlik qilyapti bular. Şu urush tayyorlik qilyapti. Shuni agar urush bo'lib qolsa, buni bir cho'ng yaxshi ishdi. Agar urushda bo'lib qolsa, menimcha Xitoy hokimiyati o'rildi deb o'ylayman men. 13. cho'ng xabar Amerika hukumati necha kun oldida yana Xitoyniki Amerikadagi 6 media organini bu chet el hokimiyat organi degan bir xil turga kirgizdi. Burun 9'ını kirgizib ekan bular. Hozir men 6'ni qo'shib 15 bo'ldi. Hammasi Xitoylarniki media organlari. Shunga bunda qolgan vaqtida bundan keyin Amerika ularniki ishlariga bayroq olisha oladi. Aniki viza nurunasini cheklalaydi, ko'p foydasi bor. Burun bu zaman xabarda bor. Xitoylar Amerikaniki medialarga asosan yo'l qo'ymaydi Xitoyning o'zida. Lekin model kelib xohlagancha tashqat epib qo'yadi.
buni taqabul turish uchun Amerika hozir maaşlarni qilyotadi. Endi vatanniki vaziyatga kelsak, bu hafta vatanda uchur ko'p emas. Men o'tgan haftada degandim, Xitoylar yaqinda bir cho'ng tadbir qo'llanayotdi. Shu uchurniki sirtlarga taqishini cheklash uchun deb. Bu nima? Men aniq uchurga erishdim bu jihatda. Buniki konkret nima uchurga erishganligini sizlarga deyamayman. Uchur yetkazganlarga daxl etadi. Lekin bu yuz berdi hozir bir haftaning ichida. Bu to'g'risida aniq uchur bor. Lekin yaqinda chiqayotgan videolarni ko'rib turibsan, buning ichida paxta terishga ketib qolgan odamlar, paxta terayotganlar, lekin ishkiri o'lkalarga, Xitoy o'lkalariga yutilayotgan Uyg'urlarniki videolarini ko'p chiqyotdi. Bu ishini dahshatlik elib kelyapti hozirmi. Lekin menga yana bir yangi uchur, vatanniki janubiy qismidagi yangidan odam tutishga boshlanganligi rost. Bu jazmlandi. Bu ishni kamliklarni epirilib hozir yamayiri bular tutadigan odam topolmay qiyinchilik qolgan ahvol bor. Ashta bu boshqa 9 yana 6 kuni bir ish bo'libdi. Hozir janubda Xitoylarniki saqchi o'rinlarga son beribdi, mancha odam tutilsizlar. Bular odamni tutolmay, to'shqizolmay 9 ayning 6 kuni Qashqarniki bir yeri bor ekan, kunlik ishlamchilar turadigan, Uyg'urlar kunlik ishlamchi turadigan. Aşağıya saçlar berib 68 adamni ıslak qilgan ish va mashina chiqmadi deb ikki qor mashinaga besib ularni futtirilib olib lagerga taqib. Bu uchurni shularning qatorida tutilib ma'lum sabablardan chiqqan odamdan kelgan uchurmi bu? Ash ko'chadagi kunlik ishlamchilarni qul ishchilar deb qo'ygan shularni 68 adamni tutib lagerga ketibdi. Hozir mushtariy yetibdi hozir lagerga uslaydigan ahvol. Shunga qandaqto Xitoylarniki hozir bizningki mo'ljallimizda 8 million 9 millionga bordi. Mana shu nashrlarning tutilgan Uyg'urlarning soni. Bularni qo'yib turayotgan ish yo'q. Ammo tutish, yangidan tutish yana davomlashyotadi. Bu ish hammamizning kallasida aydin bo'lishi kerak. Yana bir kelgan uchur birlan bir kitob Uyg'urcha Xitoycha lug'at izlab vatan bilan aloqalashib ekan, unga kelgan javob vatandagi gazet, jurnal, kitap Uyg'urcha hammasi nol deydi. Butunlay yo'qolib ketdi deydi. Burun shu xizmatlar bilan shug'ullangan Uyg'urlarning hammasi ishsiz hozir yoki lagerga tutilib ketdi yoki ishsiz. Bu jihatdagi burungi operation xizmatlarning hammasi nol deydi. Azroq Uyg'urlar Xitoydan keyin Xi Jinpingning asarlarini Uyg'urcha tarjima qilgan ishlarni qilayotganlar bor ekan, qolgan ishlar butunlay yo'qolib ketdi. Lekin yana bir xabar, Xinjiang Universitetidagi Mahmud ismli o'qituvchiniki pensiyaga chiqqan doktor ayoli 15-qavatdan o'zini tashlab o'lib olgan necha kunning oldida. Bu to'g'riliq dastlabki uchuri keldi hozir. Agar mush xabarlarni o'dirab bildigan qarindoshlar bo'lsa, tafsirroq ahvollarni yetkazgan bo'lsanglar, buni munosabatlarga berib qo'ygan bo'lsak. Shunda qilib bu hafta uchurba ko'p emas. Meniki sizlardan umidim chet eldagi qarindoshlardan agar uchur kelib qolsa aytib turinglar. Ma programmalarni o'zinglar bilasizlar, endi bir mazgilda davomlashtirib kelyapman. Vatanniki yangi ahvollarni bilib turishda ko'p qarindoshlar foydasi bo'ldi. Ularning inkosidan bilyapman men bu ishni. Hozir endi vatanni bechkim tutib ketib bordi. Ashta bu boshqa agar yangi xabarlar bo'lib qolsa, xabarlanib qo'ysanglar. Meniki hozir 10'dan ko'p media şirketleri bilan munosabatim bor. Dunyodagi Amerika, Kanada, Angliya, Yangi Zelandiya cho'ng media şirketleri bilan munosabatim bor. Bir qism uchurlarni ularga uturliq ma'lumot turman. İşte bu boshqa yangi uchurlar kelsa, buni aytib bersanglar. Buni foydalansak, boshqa qarindoshlarimiz bor, bu ishni qila oladigan. Shunga uniki kuchidan foydalansak. Ma bu o'tgan hafta chiqqan bir parcha rasm to'g'riliq men ayrim videomni chiqarib qo'ydim. Bir kim ishildi uqilolmaydi, ammo meni Amerikaning ichki soqchisi tutib olgan bir rasmni chiqarib ekan, qarindoshlarni aytdi, ko'ngil bilib bu ishga. Shuni bilan men Facebookga bir tushuncha bir rasm chiqardim. Undan keyin bir qisqa video ishladim. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki 21-yildagi videosida bu ishni xabar qildi. Ammo bir parcha rasm ekan. Hozir endi
Bu yerda qarindoshlardan kelgan inkaslar odamni pek suyundirdi, pek suyundim, ta'sirlandim. Menga shunday ko'ngil bo'lganingizga ko'p rahmat. Bir qarindoshimiz hatta bunda debdi. O'zimning dadasini tutib olsam, bunda ansirab ketmaydim. Sizni Allah o'z panohida saqlasin. Deb mushtaq burchungiz bo'pti, pek suyundim. Rahmat. Endi bunda ishlar ko'p chiqishi mumkin. Tünögün aldığım günleri bana 5 moçerlerinin hücumu internet köpüp ketdi Twitter'da. Bana hücum kildi qarab baxsam, bularniki əgəş küçüləri 0. Yoki bu yıl aşqan bu hesabını, yoki ötken yıl aşqan. Hazır Xitaylar İngilizce bildiğin məhbuslardan neçə milyon adamını tərbiyələb, müştaq ictimai taraflarga qilayımqan şuriyazdıqan qıvətdi. Hazır bana bu hücumlar xələ köp kevatıdı. Şu bu qıtıma resim çıxdı. Tünögün Xitay analizçisi Wu Jianming'ninki tünögünki leksiyasını almasanlar, otoğluq birisi Wu Jianming'ninki uyga birisi kelib o'ltirib etdi deb video ishlab taqtibdi. Bu videoni sirtlar emas, Xitay davlatining ichidan taqtibdi ekan, buni uydagi tuqqanlari ansirab ketdi, telefon qilib jiq qalayimqanchilar chiqarib etibdi uyda. Mushta ahvollar bo'lyapti hozir. Xitoy o'ynayotdi bu o'yinni. Shunga ba'zi narsalar chiqib qolsa, aldirab ishdan ketmanglar. Endi yeni bir ishni qilsin deb ba'zi qarindoshlar nimishqa kongressga isbot berishga chiqmaysiz deb savol so'rayotdi, burun so'rabdi ekan, hozir so'rayotdi. Men isbot berishga tayyor. Men bu gaplarni 1-2 yil oldindan devatgan munosabatli kishilarga, agar men taklif qilsam, men chuqur isbot beraman deb. Men vatanga borgan vaqtida necha ming o'quvchilar ko'rishgan. Menda 1000 o'quvchilar tushgan rasmim bor hozirmi. Vaqti kelgan chog'da men shu rasmni ko'tarib olib borib, shu o'quvchilarning nariligini istirgin qilaman. Xudoyim fursat kelib qolsa, shunga kongress isbot berishga har vaqt tayyor. Hozir muxbirlarga ko'rishish bo'lsin, telefonda video ko'rishish bo'lsin, televizorda chiqish bo'lsin, hamma ishni qilyapman men. Menga kelgan fursatlarning birasiga yo'qtab qolgan vaqtim yo'q. Bundikim o'xshash hatta yaqinda hozir necha o'quvchilar guruhi leksiya so'zlab bersam deb shular bilan leksiya so'zlab berib ular videoni taqib boshlab qo'yadi. Shunga kongressga chiqishga tayyor. Agar bu fursat kelib qolsa, men cho'qim qilaman. Endi men o'zim talab qilib qolmayman, o'zi chiqaramayman bu ishni. Agar kongress mendan so'rab, isbot berishga chiqqin desam, men tayyor. Shunga bundan sizlar tushunib qilinglar. Bu ish menga bog'liq emas. Men o'zim tayyor. Kongress taklif qilmasa, men o'zim bu ishni qilolmayman. Endi yana bir gap deb qo'ydigan, bu Turkiyadagi Mehmet To'xti Ataullah inimizniki bir shu Xitoy to'g'riliq bir kitobi chiqdi turkcha. Bu inimiz yaqinda siyosat kasbida, xalqaro munosabat kasbida deyman. Magistrlik olgan, hozir doktorlik o'qimoqchi. Shu magistrlik jarayonida qilgan tadqiqotlarini asosida Xitoy bexatarlik siyosatlari va yarchari raqobat strategiyalari degan nomda bir kitob chiqarib, kitob nashriyatdan chiqdi. Muborak bo'lsin. Tirishchiligingizga ko'p rahmat. Endi eng oxirida deb qo'ydigan bir gap bor. Bu to'g'ri o'ylab qo'yinglar. Ba'zi bir xabarlarni, masalan, bunda bir xabar chiqdi yaqinda. Xitoy Uyg'urlarningki bolalarini otasini arvatgan uchularni xato deb e'lon jakoladi degan narsalarni Uyg'urlar taqatgan bir ahvolni ko'rdim men. Bundaq narsalarni taqatmanglar. Bu sizlarning Xitoyning tashviqotini qilib qo'yganlik bo'ladi. Xitoy bir rezil hokimiyat. O bir çoşqu o'xshaydi. Agar Xitoy bilan mushtarishlarni qilsak, biz cho'shqil kelishganga o'xshash narsa biz yengolmaymiz. Lekin Xitoyning tashviqotini qilgan bo'lib qolamiz. Shunga mushtar narsalar uchirgan chog'da buni men agar choplasam, Twitterga, Facebook choplasam, bizga foydasi bormi, ziyni bormi? Xitoyning bunday qilganligi muqarrar. O bir rezil hokimiyat. Uni tabiiyda shundoq. U cho'qim boshlar deydi. Uni qilmadik, buni qilmadik deydi. Menga ikkin yoqi kelib ketgan Twitterda kelib ketgan shu 5 mo'chalarni uchirgan desanlar, Uyg'urlar intayin baxtli yashayotdi. Ular uzun umr ko'radi, intayin baxtli. Berib ko'rib qo'yganlar degan uchirlarni yozadi. Bular tabiiyda shundoq. Lekin Xitoyni andaq dedi, mundaq dedi degan narsa taqasak, yashamagan bir qism kishilarni qaymoqtirish, keltirib chiqaradi. Shunga biz faqat o'zimizga foyda bo'lgan narsalarni taqtaylik, foydasiz bo'lgan narsalarni taqatmaylik. Mushani taqishni bir o'ylab boqaylik, bizga foydalimi, foydasizmi deb. Mush bir gap deb qo'ydim. Ma'qulamsa, bugungi suhbat leksiya mashqlik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishish omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga emanet.